Kichik qishloqlarda kam sonli aholi o'z-o'zini boshqarishi oson, lekin yuz minglagan kvadrat kilometrda joylashgan millionlagan aholi bilan real vaqt tizimida ishlash amri mahol ish. Bu jarayonni optimallashtirishda vakillar tizimidan, ya'ni parlamentdan foydalaniladi. Parlament bu davlat mexanizmida xalq irodasini ifodalovchi asosiy vakillik va qonun chiqaruvchi oliy organdir. Fuqarolar tomonidan erkin saylovlar orqali shakllantirilgan bu institut ijro hokimiyati, ya'ni hukumatning faoliyatini belgilab beradi hamda davlat dasturlarining ijrosini nazorat qiladi. Soddalashtirib aytganda, fuqarolar parlamentni saylaydi, parlament hukumatni shakllantiradi va nazorat qiladi. Parlamentning funksiyalari: qonun chiqarish va ularga o'zgartirishlar kiritish. Xalq vakilligi: deputatlar va senatorlar jamiyatning barcha qatlamlari, hududlar va siyosiy partiyalarning manfaatlarini milliy va xalqaro miqyosdagi qarorlarga integratsiya qiladi. Parlament nazorati: ijro hokimiyati faoliyatini monitoring qilish. Bunga hukumat a'zolariga so'rovlar, maxsus komissiya surishtiruvlari hamda qo'mitalar eshituvlari kiradi. Hamda byudjetni tasdiqlash. Soliq stavkalari yillik davlat xarajatini belgilash. Asosiy prinsip: hukumat xalq va qonun chiqaruvchi organ roziligisiz hech qanday mablag' sarflay olmaydi. Palatalar tizimi. Bir palatali tizim. Yagona qonun chiqaruvchi palatadan iborat soddalashtirilgan parlament modeli. Ya'ni soddalashtirib aytganda, bitta majlis barcha masalalarni o'zi hal qiladi. Afzalliklari: qonunlarni o'ta tezkorlik bilan ko'rib chiqish va tez fursatda qabul qilish imkoniyati. Kamchiliklari: qonun loyihalari ustidan chuqur ikkinchi bosqich nazoratining mavjud emasligi. Misollar: Janubiy Koreya, Finlandiya, Shvetsiya va Singapur. Misollardan ham ko'rish mumkin. Bu tizimdan ko'proq hududi kichikroq bo'lgan hamda hududiy vakillarga unchalik muhtoj bo'lmagan davlatlar foydalanadi. Hamda ikki palatali tizim. Qonun chiqaruvchi va vakillik hududiy muvozanatni saqlaydigan tizim. Afzalliklari: kuchliroq qonunchilik nazorati va jilovlash, hududlar manfaatini to'laqonli hisobga olish. Kamchiliklari: bir palatali tizimga nisbatan qonunlar sekinroq ko'rib chiqiladi va sekinroq qabul qilinadi. Misollar: O'zbekiston Oliy Majlisi, Senat va Qonunchilik palatasi, AQSh va Buyuk Britaniya kabi davlatlar. Kongress va parlament bir xil tushuncha emas. Prezident va hukumat bu tizimda, ya'ni kongress tizimida qonun chiqaruvchi organga bo'ysunmaydi. Bunday davlatlarga misollar AQSh va Lotin Amerikasi davlatlari kiradi. Unda nega vazirlar kongressga hisobot beradi degan savol paydo bo'ladi. Chunki bunday davlatlarda, misol uchun AQShda, kongressning roziligisiz davlat byudjetidan hech qanday mablag' ishlatish mumkin emas. Shuning uchun agar vazirlar yoki birorta davlat boshqaruv tizimidagi rahbarlarning birortasi kongressga bo'ysunmasa, hatto kongressning bu insonni bo'shatib yuborish kabi vakolati bo'lmagan taqdirda ham kongress aynan shu insonning vazirligini, AQShda departament deb ataladi, departamentining byudjetini qisqartirishi hamda aynan shu mansabdor shaxsning qo'lini bog'lovchi biron bir qonun loyihasini qabul qilishi mumkin. Shunday bosim richaklari bo'lgani uchun agar bo'shatib yuborish kabi vakolati bo'lmagan taqdirda ham bunday davlatlarda, bu tizimli davlatlarda vazirlar kongressga hisobot beradi. Umumiy qilib aytganda, parlament xalqning davlat boshqaruvidagi ijrosini ta'minlovchi oliy organdir.